Bu safar Labo mashina sotuvga qo'yganimizda ko'pchilik ulgurmabdi, tez sotilib ketibdi. Bu safar ham juda ham arzon va tayyor mashina, ya'ni Labo mashinasini sotuvga topib qo'ydik. Yili 2010-yil. Bu Damas bo'lgan. Damas holatini shu holatga keltirib, Labo mashinasiga keltirilgan. 4 ta yangi balonlar taqilgan, shiroki balonlar. Xo'p, mashinamiz shumka qilingan, kraskasi bo'lgan, chunki Labo bo'lingan. Yana qolgan joylarini o'zingiz uchun tekshirib olasiz. Mashinamizning tashqi tomonida juda ham ko'p o'zgarishlari bor. Mana bu ikki tomoniga shunaqa joylar qilib qo'yishgan. Bu yerda masalan bu tomonda akkumulyator bor, qo'shimcha mahsulotlar qilsangiz bo'ladi. U tomonda yana kulish-pulishlarni saqlab qo'ysangiz bo'ladi. Mashinada gaz balon ham o'rnatib qo'yilgan. Benzinda ham, gazda ham juda ham zo'r yuriydi. Orqa tomonini ko'rib turganingizdek, juda ham tiniq qilib, ustiga ten tortish uchun shunaqa ilmaklarni ham qilib qo'yishgan. Orqasi ochilishga ahamiyat berasiz. Stoplar alishtirilgan. Orqasi juda ham katta va akkuratli holatga keltirib qo'yishgan. Kichik mol yoki katta mol tashish uchun ham shu yerda 3 ta kurchoq qilib qo'yishgan, bog'lash uchun. Bu tomonni ko'radigan bo'lsak ham, hozirgi ko'rib turgan u tomonga bor yashikdan bu tomonda ham shunaqa qilib qo'yishgan, mana o'zining kulishlarini solib qo'yishgan. Va benzinda ishlash uchun bakni ham alishtirdim dedilar. Motor, korobka hammasini o'tdim dedilar. Xullas mashinani o'zim uchun haydashga tayyor qilib qo'ydim, lekin pul kerakligi uchun arzon narxga beryapman dedilar. Benzin nasoslariga ham ahamiyat berasizlar. Endi salon qismiga o'tamiz. Salon qismi ham juda ham ko'p qulayliklarga ega. Salon qismlariga bu yerda chap tomon eshikka bar qo'yilgan. Koordinat chiqonlar qo'yishgan, o'rindiqlarga ahamiyat berasiz. Mashinamizning ichki holati ham juda ham yaxshi holatda turibdi. Malibu bar qo'yishgan, richak almashtirilgan, video registratorlari bor, ishlaydi. Orqa tomon, oldin tomon videoga oladi. Tepa tomon shunaqa qop-qora kojinli chiqol tikib qo'yishgan. Kolonkalar bor, ahamiyat berasiz. Mashinamiz stiklo podyomniki, hozir yoqib ko'rsataman. Stiklo podyomnikiga ahamiyat berasiz. Elektronik qilib qo'yishgan, ikki tomonni ham. Xullas mashina o'zlari haydash uchun juda ham qulay qilib, tayyor qilib qo'yganlar. Mashinani agar aytdilar, korobka, motorni hammasini o'zim uchun tayyorlaganman dedilar. Agar bitta bir rasxod chiqsa dedilar, mashinani qaytarib olib kelsangiz, pulingizni qaytarib beraman ham dedilar. Egalari o'zlariga ishonch bilan. Mashinamizning narxini $4000 dedilar egalari. Mashinani keling, ko'ring, ustingizga ko'rsating, o'zingiz haydab ko'ring. Agar mashina yo'qsa, yana kelishtirib ham beraman dedilar. Bu mashinani ham sotib olishga ulgurib qoling.